Yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi bandligini ta'minlash hamda fuqarolarning zamonaviy kasb-hunar egallashlari uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantirish bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa so'nggi yillarda ishlab chiqarish quvvatlarini hududlarda tashkil etish orqali aholining doimiy daromad manbaini kengaytirish, oilalar farovonligini yuksaltirish va xotin-qizlar bandligini ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda ijtimoiy tashabbuslarning faol ijrochisiga aylangan Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati tomonidan bir qator istiqbolli loyihalar hayotga tatbiq etilyapti. Namangan viloyati Pop tumanida kombinat homiyligida faoliyat yo'lga qo'yilgan Artsoft Holding, Chodak Uniform hamda OKMK Chodak Tekstil tikuv korxonalari ana shunday ezgu sa'y harakatlarning yorqin namunasidir. Ma'lumot o'rnida Artsoft Holding kompaniyasining Chodak tikuv sexi filialida bugungi kunda xodimlarning samarali mehnat qilishlari uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Ishlab chiqarish maydoni zamonaviy tikuv uskunalari bilan jihozlangan bo'lib, mehnatni muhofaza qilish, texnika xavfsizligi va qulay ish muhiti talablariga alohida e'tibor qaratilgan. Ayni paytda fabrikada 120 nafar xotin-qizlar doimiy ish bilan ta'minlangan. Korxonada mahsulotlar sifatini oshirish, mutaxassislar malakasini muntazam yuksaltirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini ta'minlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Mana shu korxonada Olmaliq kon metallurgiya tomonidan ochilgan. Mana shu tikuv sexida 5 yildan beri ishlayapman. Sharoitlarimiz yaxshi. Mana keng yorug' xonalarda ishlayapmiz. Tushliklarimiz korxona hisobidan, ovqatlarimiz tayyor, choylarimiz bor. Yo'l kiralarimiz tekin, mashina o'zi olib kelib, olib borib qo'yadilar. Uy bekalarini ish bilan ta'minlagan. Kattakon rahmat. Shu ayollar hammasi uyda o'tirardi. Mana shu yerda ishlab daromad olib kiryapti uylariga. Tikuv korxonasi nafaqat ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, balki hudud aholisini, ayniqsa xotin-qizlarni kasb-hunarga o'rgatish orqali ularning bandligini ta'minlashga ham munosib hissa qo'shyapti. Bu yerda ish faoliyatini boshlayotgan xodimlar tajribali mutaxassislar rahbarligida amaliy o'quv mashg'ulotlarini o'tashadi. Zamonaviy texnologiyalar asosida yo'lga qo'yilgan ishlab chiqarish jarayoni esa tayyor mahsulotlarning ichki va tashqi bozorda raqobatbardosh bo'lishini ta'minlamoqda. Chodak qishlog'ini ayollari ish bilan ta'minlash maqsadida Olmaliq kon metallurgiya kombinati mana shunday sharoit yaratib berdi. Asosan bu yerga Namangan shahridan Artsoft Home kompaniyasidan xom ashyolar keltiriladi. Asosan mahsulotlarimiz Rossiyaga eksport qilinadi. Yozda, bahorda, issiq kunlarda sochiq bilan shug'ullansak, kuz va qishda banniy xalatlarni tikamiz. Bir oyda Artsoft kompaniyamiz tomonidan 2,5 tonna belgilangan. Biz shu ishlarimiz bilan 1,8-2 tonnaga yaqin mahsulot chiqaramiz. Ishchilarimiz hammasi o'z ishidan mamnun. Tikuvchilik yo'nalishidagi yana bir muhim loyihalardan biri 2022-yilda OKMK homiyligida faoliyat yo'lga qo'yilgan Chodak Uniform korxonasi hisoblanadi. Mazkur ishlab chiqarish maskanida xotin-qizlar qisqa muddat ichida kasb-hunarga o'qitilib, doimiy ish bilan ta'minlanmoqda. Boshida ishlaganimda tikishni ham bilmaganman. Men shu yoqda masterlar o'rgatib, shu darajaga yetdim. Hozirgi vaqtda 5 milliondan 7 milliongacha oylik olyapman. Har bir ayol eplay oladi. Nimaga ertalab biz 7:30da chiqamiz yo'lga, 8da shu yoqda bo'lamiz. 5da ishimiz tugaydi. Borib bemalol ishimizga ulguramiz. Men o'zim bir kunda mana shu orqa cho'nchak bezagini tikaman. Kuniga 800 ta tiksam, 800 ta og'iz cho'nchagini ham tikaman-da, u yoqdan bitta ishim bor, o'shani ham qilaman. Yana ish bo'lsa ham qilaveraman. Lekin hozir asosiy ishim mana shu. O'zingiz xohlasangiz ola olasiz o'sha oylikni. Shu yoqdagi ayollarning hammasiga shunaqa imkoniyat bor. O'zlari ishlasa topa oladi. Harakat qilish kerak-da inson. Lekin og'ir emas. Mana shu tikishim, mana shu bitta mashinkada tikaman. Har narsaga odam shukr qilish kerak. O'zi intilish kerak. Bir ishga kirishdingizmi? Shunday ishlayman demang. Men birinchi bo'lishim kerak. Men oldi bo'lishim kerak. Ishlashim kerak. Maqsad ishlashga vaqtingiz o'tyapti. Men umrim o'tyapti chog'da. O'ynab ketsam 2 million olib ketaveraman men. Yaxshilab ishlab olib ketaman. Eng kam olganimda 5 million olaman. Yaxshi olsam 7 milliongacha olganman. Olyapman ham. Xudo xohlasa bu oy ham 7 million olish niyatim bor. Lekin men rosa ishimdan mamnunman. Shu sexlarni ochganlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Zamonaviy ishlab chiqarish maskanlaridan yana biri 2024-yildan buyon faoliyat yuritayotgan OKMK Chodak Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. Korxonada asosan erkaklar shimi hamda harbiylar uchun maxsus kiyimlar tikilib, fabrikaning yillik ishlab chiqarish quvvati 520 ming donani tashkil etadi. Olmaliq kon metallurgiya kombinat tomonidan sex ochilgan ekan. Men bularga ish so'rab kelgandim va meni ishga olishdi. Meni bir oy davomida ish bilan tanishtirdi, o'rgatdi. Men unchalik qiynalmadim, chunki meni o'zimni chevarchilikdan ozgina xabarim bo'lganligi uchun hozirda 5-oyga o'tdim.
oyliklarimiz, osh-ovqatimiz, sharoitlarimiz juda ham yaxshi. Oyligim 3,5 millionga oshdi. Xudo xolasa, bundan buyog'iga yanada malakalarni oshirib, ko'proq oylik olishga harakat qilamiz. Sheriklarimga, hammaga omad tilayman. Tayyor mahsulotlarning qariyb yarmi eksport qilinayotgani korxonaning xalqaro bozordagi raqobatbardoshliligini yaqqol namoyon etmoqda. 2022-yilda Protagonik Forum degan firma ochganmiz. O'sha agentga homiyligida 100 kishilik ish o'rnini yaratganmiz. O'sha 100 ta mashinkani Olmaliq qon metallurgiya kombinati homiylik qilib olib bergan. Xomashyo endi Xitoydan, keyin o'zimizdan. Buyurtmalar bitta faqat O'zbekiston o'ziga olibdi. Oldin birinchi ochilganda 2022 kunlik 600 dona chiqarardi, jins shim chiqarilardi. Hozirga kelib o'sha ikkala liniyasida hozir 1600 ta jins shim tikiladi, harbiylar bitta 800 ta atrofida tikiladi, dona tikiladi. Hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining barpo etilishi aholi bandligini ta'minlash orqali oilalar farovonligini oshirish hamda xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini kuchaytirishdan muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Eng muhimi, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy tashabbuslar nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratish, balki eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishga ham salmoqli hissa qo'shmoqda.